Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun yana bir voqeani sizlarga ulashmoqchiman. Bu yigitimiz 500 milliondan ortiq pul shu qimordan, stavkalardan yutqizgan. Shu oxirgi kunni ichida, mana shu oxirgi kunlar ichida bir kunning ichida 20 million yutqizib yuborgan. Bu yigitni voqeasi qimor olamiga kirib kelishi, stavkalar bilan qiziqishlar bilan boshlanishi 2019-yildan boshlanadi. Har bir stavkachi yoki qimorvoz bo'ladimi, shu asli qiziqishdan, o'zimni boshqarib bilaman, men tushunaman, sport o'yinlarini zo'r bilaman, Realda bu futbolchi o'ynaydi, Barsada bu o'ynaydi, güchini bilaman dedi. Bu sportga bo'lgan ehtiyoj deymizmi, qiziqish deymizmi, shu qiziqishdan boshlanadi. Oldin to'g'ri 1 marta o'ynaysan, yutasan, 2 marta o'ynaysan, yutqizasan. Bu kuzatuvchimiz ham shu meni chiqishlarimni ko'rib, xulosa chiqarib, fikr yuritib, endi hozir ham shu o'yin ichida chiqish ilinjida yuribdi, chiqish ishtiyoqida yuribdi. To'g'ri, qimor ichidagi har bir inson tan olishdan qo'rqadi. Shu yutqizilgan pullarni qaytarib yana yutib olaman degan fikr, xom xayol bilan yana shu o'yin ichiga kiradi. Bu yigit shu 2019-yildan shu qiziqishlari bilan boshlaydi o'ynashni. Qimor bu bizning miyamizni egallab qo'ygandan keyin o'y xayolimiz faqat qimor ichida bo'ladi. Hozirgi kunda bu kuzatuvchimiz Xorvatiyada ishlamoqda. Xorvatiyada musofirchilikda ishlab yuribdi. Oilasidan uzoqda, do'stlaridan, qarindoshlaridan uzoqda. Davlat, mamlakatdan uzoqda musofirchilikda yuribdi. Oyiga 2000 dollar topaman dedi. Hozirgi kunda ham shu 70 million qarzim bor dedi. Tinchlik, halovat, xotirjamligim yo'q dedi. Shu o'ynab yurgan paytlarimni eslayman dedi. 2 kun non yemasdan o'ynadim dedi. Miyalarim charchab ketdi dedi. Stress holatlarini uchragan. To'g'ri, bu o'yin ichida yurgan inson hammada to'g'ri. Shu o'ynaydi, yutqizadi, o'ynaydi, yutqizadi. Bu narsa shu boshimizdagi miyamizni egallab qo'ygandan keyin o'y xayollarimiz faqat shu yutqizilgan pullarni qaytarib olaman, shu bir marta o'ynayman, bo'ldi, to'xtataman degan fikrda yana shu o'yin ichiga, botqoqiga, qarzdorlik botqoqiga yana kirib ketaveramiz. To'g'ri, oldinlari dedi, o'ynar edim dedi, bir hafta yutar edim dedi, shu yutgan pullarni 2 barobar qilib qaytarardim, yutqizib yuborardim dedi. Bu narsa zanjir deb bog'lanib ketib, shu miyamni o'zim to'xtata olmay, boshqara olmay qolardim dedi. Men bu chiqishlarimdan nima demoqchiman? To'g'ri, hozirgi kunda hamma oson pul topishni xohlaydi. Hayot tezlashib ketgan. Yashash qiyinlashmoqda, to'g'ri. Ko'pchilik inson oylikdan oylikka yashaydi. Ko'pchilik ona yurtni tashlab musofirchilikda mehnat qiladi. 14-15 soatlab ishlaydi. Shu qimor ichidagi insonga bu mehnati ham ko'zga ko'rinmay qoladi. Bir oy mehnat qiladi. 15 soat, 16 soatlab mehnat qiladi. Bir kun, 2 kunda yoki 1 soatda shu halol mehnat topgan pulini qimordan yutkazib yuboradi. Bu chiqishlarimdan nima demoqchiman? Inson shu boshidagi, miyasidagi o'rnashib qolgan shu bir marta o'ynayman, yutqizganlarim qaytarib olaman degan ilinjni, ham xayolni, illyuziyalarni yo'qotmas ekan, u hamon shu qimor ichida bo'ladi. Shu tan oling, to'g'ri qaror qabul qiling. Vaqtida to'xtating, hayotingizni qutqaring. Men shu videolarimni chiqazib, kimgadir manfaatli bo'lishini xohlayman. Qimorda yurgan, stavka qilib yurgan insonlar tan olishdan qo'rqadi, o'zini yolg'iz qiladi, oilasidan o'zini yiroqda tutadi, o'zini o'zi ichidan yemirishni boshlaydi. To'g'ri, bu mening boshimdan o'tgan. Shu vaqtida to'xtatib, vaqtida xulosa qiling. Profilda Telegram gruppasining kanali bor, silkasi. Murojaat qiling.
gaplashamiz, muloqotda bo'lib fikrlar almashamiz. To'g'ri, men tashadim degan bilan birdandan chiqib bo'lmaydi o'yindan. Bu qimor degan insonni kutishni bilar ekan. U toki qarzlardan qutulgandan keyin unga shu triggerlar, eslashlar, atrof muhitdagi kimdirni o'yinini ko'rib qolsa, bir marta o'ynayman deb shu arzimagan 100 ming yoki 50 ming so'm bilan boshlab butun boshli yana qarzdorlik botqog'iga kirishi mumkin. Xulosa sifatida shu vaqtida to'xtating. O'yindan chiqsa bo'ladi. Kommentariyada o'z fikrlaringizni yozing. Nimalar qiylab turgan bo'lsa, savollaringizni bering Telegram gruppada. Ko'rishguncha.